Gepatit A'ga chalingan odam 6 oy dedingiz. 6 oy parhez qilsa, o'sha doktor aytgan tavsiyalarga amal qilsa, bo'ldi 6 oydan keyin parhez qilish shart emas. Endi bemorni birinchi navbatda holatiga qaraymiz. Agar bemorni holati yaxshi bo'lsa, fermentlar, bilirubinlar vaqtida joyiga tushsa, parhezni sekin-sekin holatiga qarab, sekin-sekin kengaytirishimiz mumkin. Parhezni kamaytirib, o'zini xohlagan ovqatlarni bolalarda juda ham parhez saqlash qiyin bo'ladi. Ularga tushuntirganingiz bilan yegisi kelgan narsasini yeydi, yeyman deb to'polon qilishadi. O'shaning uchun ularga sekin tushuntirib, ozgina miqdorda sekin asta ko'paytirib, keyin umumiy stolga o'tkazishimiz mumkin. Juda ham strogiy parhez qilinmaydi. Tushunarli. Hop, gepatit A'dan o'tdik. Endi dastlabki savolimiz gepatit B haqida. Ularni gepatit B'ni qayerdan yuqadi? Hozircha shu savolimizga javob bersangiz, keyin boshqa savollarga o'tamiz. Gepatit B uy sharoitida uyda bironta B tashuvchi virus bo'lsa, u virus havodan uchib o'tib qolmaydi. Virus tashuvchi kasal ishlatgan instrumentlar orqali, masalan, tish cho'tkasi, tish cho'tka orqali ham yuqishi mumkin. Erkaklarda stanoklar, soqol oladigan stanoklarni bir nechta odam ishlatsa, ularga yuqib qolishi mumkin. Albatta, u viruslar qonga tushmasa ham, agar terida ozginagina darvoza ochilgan bo'lsa, sal yirtilgan jidkis ko'rinsa ham, o'shalar orqali ham haligi yaxshi obработка qilinmagan instrumentlar orqali o'sha yoqqa teganda yuqib qolishi mumkin gepatit B viruslari. Juda ham kam holatlarda B virusi tashuvchi onalardan bolasiga o'tishi mumkin. Biz hammaga tushuntiramiz, B virus bilan ularga qarshi прививка qilinyapti chaqaloqlarga deymiz, lekin men o'zim praktikamda onadan o'tgan 4 oyli bolaga, Parkentdan kelgan 4 oyli bolaga B virusi o'tgan. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Biz mutlaqo onalardan o'tmaydi deb garantiya bera olmaymiz. O'tishi mumkin ulardan ham. Keyin shu operatsiya qilingan bemorlar, ko'p marta qon, plazma quyilgan bolalar, insonlar, ko'proq stomatologga murojaat qiladigan insonlarda ahvolida, sog'lig'ida o'zgarishlar bo'lsa, albatta ularni viruslarga tekshirib ko'rishimiz kerak. Virus bilan tushib qolmadimi, zararlanishmadimi? Ya'ni alomatlari qanday bo'ladi? Alomatlar hali aytib o'tgandek, birinchi navbatda holsizlik, sababsiz holsizlik, ko'ngil aynash, ishtahani buzilishi, qabziyat bo'lishi mumkin. Eng asosiysi yana o'sha peshob rangini to'q bo'lishi, sarg'ayib ketishi. Keyinchalik bemor o'zida sarg'ayib holati bo'lishi mumkin. U gepatit B kasalligi qanchalik xavfli? Men eshitganman, turmush o'rtog'iga yuqishi mumkin, yaqinlariga yuqishi mumkin. Misol, yangi uylanmoqchi bo'lgan yigit deylik, misol, yaqinda to'yi, gepatit B'ga chalingan, gepatit B bo'lib o'tgan. Turmush o'rtog'iga yuqmasligi uchun nima qilish kerak? Buni birinchi navbatda turmush o'rtog'iga yuqmasligi uchun bo'lajak kelinimizga tushuntiriladi, shunaqa B virus bor bo'ladi deb. Keyin hammasini tushuntirib, u kelinimizni faqat to'ygacha emlab qo'yishimiz kerak B ga qarshi. O'shanda ko'nglimiz xotirjam bo'lib, xudo xolasa yuqmaydi. B virusi yana xavfli tarafi, kimda B virusli bo'lsa, yana qayta shu tibbiy muolajalar o'tkazilsa, yoki tishini davolatsa, yoki operatsiyalar o'tkazilsa, yaxshi obработка qilinmagan instrumentlardan ularga delta degan virus ham qo'shilib qolishi mumkin. Delta virus bu xavfli virus. Uni davolash juda murakkab, uzoq vaqt talab qiladi. Shuning uchun shu delta virusi yuqtirmaslikka harakat qilishimiz kerak. U delta virusi ham gepatitlarga o'xshagan kasallikmi? Bu chala virus o'zi. Bitta o'zi kasallik chaqira olmaydi. Lekin B virusga qo'shiladi. B virusi nimasida, qobig'ida u ham rivojlanib, u ko'proq keyin davolanmasa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin jigari. Tushunarli. Bu gepatit B kasalligining davosi bormi? B gepatiti davosi hozirda
tabletkalar bor. Tabletkalar bilan virusni ko'payishini to'xtatamiz. Mutlaqo organizmdan chiqazib olmaymiz. Faqatgina kimki o'zini organizmi immuniy sistemasi yaxshi kurashsa shu virus bilan o'zi chiqazib olishi mumkin. Hatto sizga kulgili tuyulyapti. Yozib kulganimni sababini aytaman hozir. Sababini aytasiz. Yer yuzida qancha virus bni tashuvchisi bo'lsa, o'shalarni 1%da virus chiqib ketishi mumkin. Ular kimlar? Yosh organizmlar, immuniteti baquvvatlar, lecheniani to'g'ri qabul qilganlar, to'g'ri davolanganlarda viruslar chiqib ketishi mumkin, chunki biz o'zimizni praktikamizda shu holatlarni ko'rganmiz. Bittasi man. Sizda shunaqa bo'lganmi? 7 yil oldin, shu 18-19 yoshligimda bilmadim, yo shu sartaroshxonadan yoki stomatologdan qayerdan yuqtirib olganim noma'lum. Xuddi siz aytgan alomatlar o'zimda sezildi, holsizlik, tanamda qayerimda aniq og'riq bo'layotganini bilmadim, ko'ngil aynishi. Men o'yladim, belimda, yelkamda har xil joylarimda og'riqlar paydo bo'ldi. Shamolladim deb o'yladim. Issiq ko'tarildi, varaja bo'ldi. Shunda men shamolladim deb o'ylab analgin Dimidrol olib yuraverganman. Keyin jigarimni tekshirtirdim, o'ziga tushganimda u paytlar fibroskan apparati chiqmagandi hali. Chiqqan bo'lsa ham o'zimizda yo'q edi. O'ziga tushganimda jigarimda qanaqadir o'zgarishlar. Keyin qon tahlili topshirdim. Vrach ko'rib, juda ham tezlikda reanimatsiyaga buyurdilar. Reanimatsiyaga yotib, o'sha 6 kun reanimatsiyada, keyin 10 kuncha palatada yotganman. Kapelnitsa, umrimda unaqa kapelnitsa olmaganman-da. Srazu 5 kunda, o'sha birinchi kunning o'zida ketma-ket kapelnitsa. Bittasi tugadi, yana ketidan srazu yana bitta, ketidan yana bitta. Shunda men hayron qolganman-da. O'tkir B virusli gepatitni S virusdan farqi ham shunda, unda og'ir o'tadi. S viruslar, bekorga ham uni otini ikkinchi oti bor, medlenniy ubitsa deydi. S virusda klinika bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam boshqa sohalar bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, terida toshmalar, ozib ketish, shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. B virusi kelgan shunaqa turlari bor, ko'proq bo'g'imlarga asoratlar berib nima qiladigan turi bo'lgan sizda, shuning uchun hamma yoqda bo'lgan. Keyin toshmalar toshishi mumkin B virusda ham. Oldingi paytda hali krapivnitsa dedik, o'shanga o'xshab katta toshmalar toshishi mumkin. Juda ham og'ir formada o'tgan, keyin parhez 6 oy parhez, 6 oydan keyin kelasan dedi vrachim. 5 oy o'tdi, 5 oydan keyin o'sha parhezga hammasiga amal qildim, to'liq amal qildim. Ertalab o'sha suxarik, asal choyga botirib yerdim. Obedda kefirga guruch qo'shib yerdim. Shunaqa kuniga endi bunaqa bo'lgandan keyin odam tez och qoladi. Mani mahalim ko'payib ketib qoldi. 6, 7, 8 mahal mana shunaqa ovqatlanadigan bo'lib qoldim. Kam-kam. Keyin sekin-sekin ko'paytirib, sho'rvani suviga qo'shildi, keyin sabzavotlari qo'shildi, keyin tovuq go'shti qo'shildi. Sekin-sekin etap-etap o'tib bordim, lekin 5 oyda menda hech qanaqa jigar kasalligi aniqlanmadi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. O'sha analiz topshirgani borganimda nimaga deb so'rashadi, gepatit B ga degan. Javoblari chiqdi, boyagi tekshiradiganlar hayron. Siz gepatit B bo'lganmisiz? Xursand bo'ldim. Xursand bo'lib ketdim. Keyin shundan keyin har 6 oyda profilaktika uchun doktor nazoratidan shu analizni topshirib, o'zim tekshirib turaman. Chunki boshida meni ancha qo'rqitishgan. Bo'ldi jigar, gepatit B bo'lding, jigaringdan yoki qoningdan chiqib ketmaydi. Uylansang turmush o'rtog'ingdan farzandlaringga, bo'ldi shu bilan avloding gepatit B bilan o'tib ketadi degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Chunki sizni immuniy sistemangiz yaxshi bo'lgan, immunitet yaxshi kurashib, virusni chiqazib olganda, o'shaning uchun sizda shunaqa yaxshi bo'lish holatlari kuzatilgan. Endi ba'zi holatlarda B virus
o'tkir davri o'tadi, kasal o'zi tuzaladi. Lekin qonda virusni qobig'i qolib ketadi. Endi mana shu B virus bilan kasallanganlar 1 yilgacha shifokor nazoratida bo'lsin deb ko'rsatma beramiz. Shifokorlarga olib borishadi, ota-onalari yoki o'zligi borishadi, shunaqa kasallangan bo'lganda, analiz topshirganda ko'pincha jigar fermentiga topshirib qo'ya qolishadi. Jigari fermentlari normalni chiqadi, ular xursand bo'lishadi. Menda уже yo'q, hammasi tuzalib ketdi deyshadi. Lekin albatta bu kasallikdan tuzalgandan keyin ham albatta viruslarga tekshirib turish kerak bo'ladi. Virus qolib ketdimi organizmda yoki butunlay organizmdan chiqib ketdimi, analizlar orqaligina bilinadi. Bemor ahvoli ming yaxshi bo'lishiga qaramasdan qonda o'sha virus qolib ketishi mumkin. Unda yana uzoq davolanishga to'g'ri keladi.